Pulverizator degan gap eshitganmisizlar? Bugun shu to'g'risida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Ketdi. Parfumeriyada pulverizator mana shunaqa detal bo'ladi. Bu flakon ustiga taqiladi va sizning hidlarni chiroyli qilib ma'no qilib sepib beradi. Nima uchun endi parfumeriyada yaxshi pulverizator ishlatgani muhim. Chunki bu yerda ko'rishingiz mumkin, ba'zi birlari ko'p sepadi, atir sepgan. Ba'zi birlari kam sepadi. Kam sepadiganlari tanaga kam yotadi, kiyimga kamroq bo'lgan miqdorda tegadi va shuning uchun sizning hidlarni stokisini zo'r bo'lgan darajada ko'rsatib bera olmaydi. Shlayfini va stokisini. Unga ro'para turadigan bu yerda endi ko'p sepadigan flakon pulverizatorlar bor. Mana bundan ko'rishingiz mumkin, sepganni chiroyli, uzoq va ko'p sepib beradi. Bu nimaga yaxshi? Bu kiyimga teganda ko'p tegadi, ya'ni parfyum o'zi kiyimga ko'p tegadi. Tanaga ko'proq bo'lgan miqdorda yotadi va shu orqali sana atrilarning shlayfini eng chiroyli bo'lgan holatda ko'rsatib ishlatayotgan odamga taqdim etadi va stokis bo'yicha ko'proq tegani uchun stokisini ham shunda yaxshiroq qilib beradi. Endi o'zingiz uchun bila olinglar, nimaga yaxshi parfumeriyada yaxshi pulverizator va flakonni ishlatgani bu muhim, chunki bular bir-biridan farq qilib ketadi. Sifatli, moy va foydali bo'lgan ma'lumotlar uchun bizani kuzatishda davom eting.